Assalomu alaykum. Ushbu loyiha O'zmilliybank Qiziltepa BFM hamkorligida Navoiy viloyati Qiziltepa tuman Malkavod MFE 203-204 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kungaboqar ekilgan maydoni 10 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqib, bo'shoq qilish jarayonida. Ekinlar yetishtirishda 150 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 15 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 70 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Milliy Mega qishloq xo'jalik korxonasi ishlab chiqarish kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 4 tonnadan jami 40 tonna hosil olish rejalashtirilmoqda. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaligining daromadlarini oshirish ko'zda tutilgan.